Keyingi paytlarda yosh qizlar internetga chiqib, boychechak qo'shig'i haqida turli fikrlarni bayon qilmoqdalar. Ularning iddaosiga ko'ra, bu qo'shiq jadidlarga bag'ishlangan ekan. Shuni aytib turib, Erkin Vohidovning she'ridan misol qilib keltirishyapti. Ana undan keyin cho'lponni o'q yetmay qolganligi uchun bolta bilan chopib o'ldirishganligini aytishmoqda. Haqiqatan ham boychechak qo'shig'i jadidlarga bog'liqmi? Avvalambor, boychechak she'r emas, balki qo'shiq. Xalq og'zaki ijodiga kiradi. Ming yillar avval yaratilgan. U paytda jadidlar to'g'risida hech qanaqangi ma'lumot yo'q edi. Uning bobokaloni eng katta momolari ham hali tug'ilmagan edi. Shuning uchun tarixni bunday qilib buzib, xato fikrlarni aytmaslik kerak. Ularning videolariga yozilgan kommentlar, javoblarni ko'rib chiqdim. Rahmat, bilmagan ekanmiz deganlar yuzlab tashakkurnomalar, rahmatnomalar yog'ilyapti. Demak, shunday yuzlab insonlar, ehtimolki minglab insonlar xato fikrga kelib qolyapti. Jadidlar bilan hech qanaqangi boychechakning aloqasi yo'q. Boychechak avval yaratilgan, ming yillar avval. 20-asr boshlarida jadidchilik harakati boshlangan. Endi nima uchun jadidlar bilan boychechakni bog'layapti deydigan bo'lsak, Mahmudxo'ja Behbudiy, Abdulla Avloniylar mana shu boychechak qo'shig'idan ta'sirlanib, ularni dardliklarga kiritgan. Ya'ni eng katta jadidlarimiz shu boychechakdan foydalanishgan. Nima uchun? Chunki bahor uyg'onish fasli, bahor arafasida boychechak bo'y cho'zadi, gullaydi. Demak, hali uyquda bo'lgan olomon ommani uyg'otmoqchi, haq huquqini ko'rsatib bermoqchi, mustaqillik uchun kurashga chorlamoqchi. Shuning uchun ham boychechak qo'shig'idan foydalanib darsliklarga kiritilgan, bolalarni o'rgatishgan, shu qo'shiqni yodlashgan. Boychechakni tutdilar, tut yog'ochga osdilar, qilich bilan chopdilar, baxmal bilan yopdilar. Ana shunaqa. Shuning uchun tarixni har xil yolg'on narsalar bilan bo'yab, boychechakka o'xshagan qo'shiqlarni jadidlar bilan bog'lab, bu jadidlar uchun yaratilgan she'r, yozilgan she'r deb xato fikrga kelib qolmanglar. Mana shu narsalarni yaxshilab o'qib olganingiz ma'qul.